Uyimiz remonti did bilan ta'mirlab qo'yilgan. Eshiklari MDF podzakas eshiklardan. Xonamizda hamma yo'qda devorning atrofida supermosh aboli ishlatilgan, qandillari chiroyli qimmat qandillardan yedirilgan. Birinchi ko'radigan qismi zal qismi. Zalimizning kattaligiga o'zingiz baho berib o'ting. O'rtada PVX panel taroqlari bilan birga katta elitni pardalar, patolog natijnoy attachment aboylar qilib qo'yilgan, oyoqdagi qimmat chiroyli gilam to'shab qo'yilgan. Xonamiz kattaligi kvadrati 64 kvadrat. Sanuzil alohida. Mana shunaqa kvartira xohlagan mijozlarimizga 3-etajdagi mana shu chiroyli kvartiramizni taklif qilib qolamiz. Stack semistitilla LED chiroqlari chiroyli rakvinlarga o'rnatib qo'yilgan, kafillar kamerasi qilib qo'yilgan kvartiramizni. Bu tomonda hojatxona qismi. Arizon uchun turbalar chiqarib qo'yganlar, litiy unitazlar o'rnatib qo'yilgan. To'g'rimizda oshxonasi, proyektini o'zingiz ko'rib o'tdingiz. Proyektda 1,5 tomonlama proyektda shamolgoh tarzi, chiroyli akkuratni kuxni mebel garnituri o'rnatib qo'yganlar. Kuxnaning o'zi ham kattagina, bu yoqda esa yotoqxona qismi, ya'ni родительский komnatasi, spalnyasi. Elitni pardalar bu yoqda ham. To'g'rimizda dekorativniy PVX panellar, patolog matvi natijanoy chiroyli qandil yedirib qo'yilgan. Mana shu chiroyli ta'mirdan chiqqan kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar, Kriti bozor, qaynoq nuqtasida Ziraat bank domini ro'parasi. Narxi navosi $51,900. Mana arzon qilib kelishtirib beriladi. 7 qavatli liftli domning 3-qavati 64 metr kvadratli kvartira.